4 yanvar İstanbulda Arab İslam dünyasıga qaratilgan Sharqi Turkiston musulmonlari sistemalik irqiy qirg'inchilik temasida cho'ng tipdagi muhokama yig'ini o'tkazildi. Mazkur muhokama yig'ini Xalqaro munosabatlar akademiyasi, Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligi, Islom va xalqaro munosabatlar tadqiqot markazi qatorliq organ tashkilotlarning hamkorligida o'rinlashtirilgan bo'lib, Istanbulning Yeni Bo'ston rayoniga joylashgan Garayon mehmonxonasida o'tkazildi. 4 soatdan ortiq davomlashgan arab tilida o'tkazilgan muhokama yig'iniga har qaysi sohalardagi tadqiqotchilar, akademiklar, siyosatchilar va axborotchilar qatnashdi. Qozog'iston miqyosidagi namoyishlardan keyin Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Tönögün atigan hukumatni tarqatib etish haqidagi prezident buyrug'iga imzo qo'ydi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Qozog'istonda yiqilg'i bahosining o'sishi sababli kelib chiqqan keng ko'lamli namoyish Olmuta shahrigacha kengaygan bo'lib, prezident To'qayev bugun saharda 728-nomerlik prezident buyrug'iga imzo qo'yib, navbatdagi hukumatni amaldan qoldirgan. Qarshiliklar natijasida Qozog'iston hukumati yiqilg'i bahosi cheklamasini qaytadan asliga keltirishga majbur bo'lgan. Shvetsiya hukumati Rossiya, Xitoy va Eronning ta'tir tashviqotiga qarshi psixika mudofaa organi qurdi. Yangi organga ta'tir tashviqotga qarshi turish va mumkin bo'lgan tahdidlar oldida xalqning bardoshlik berish iqtidorini oshirish vazifasi yuklandi. Bu organning 45 xizmatchisi Shvetsiya qurolli qismlari, shundaqla axborot, universitet qatorliq fuqarolar jamiyati omillari bilan hamkorlashib, davlatning psixika mudofaasini kuchaytirdi. 12 ayning 23 kunidan boshlab karantin qilingan Xitoyning Xi'an shahrida ochliq va yemaklik krizisi kelib chiqdi. Kishilar moddiy buyumlarini ochliqqa almashtirishga majbur bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan suratlar ommaning g'azabini qo'zg'adi. Yana bir tarafdan Xitoyning yoqimlanuvchilarni nolga tushirish siyosati diqqat qo'zg'amoqda. 1.700.000 nufusi bor Yuzhou shahrida 3 kishida Xitoy virusi bayqalgandan keyin butun shaharni qamal qilish qaror qilindi. Amerika hukumati Bosniya-Gersegovina prezident kengashining serb a'zosi Milorad Dodikni cheriklik va Bosniya-Gersegovinaning muqimligi va zamin butunligiga tahdid solganligi uchun jazo tizimiga kirgizdi. Moliya ministrligining bayonotida Dodik Bosniya-Gersegovinadagi davlat organlarini ojizlashtirib, davlat huquqini tartib olishga va parallel organlarni qurishga uringan dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken, Arab Birlashma Xalifaligi Tashqi ishlar ministri Al Nahyan va Saudiya Arabiston Tashqi ishlar ministri Shahzoda Faysal bin Farhan Al Saud bilan Rossiyaning Ukraina chegarasidagi harbiy harakatlari va boshqa bir qism masalalarni muzokara qildi. Yaponiya va Koreya doiralari Shimoliy Koreyaning ballistik boshqarilgan bombasini qilganligini bildirdi. Yaponiya davlat mudofaa ministri Kishi Nobuo ballistik boshqarilgan bombada ko'ringan shay'ining Shimoliy Koreyaning ichki qismidan sharqqa qarab qo'yib berildi dedi. Koreya bosh shtabining aytishicha, boshqarilgan bomba siniqi shu yer vaqti 8 atrofida elib berilgan bo'lib, rayon vaziyatini Amerika bilan hamkorlashgan ostida kuzatgan.